Assalomu alaykum. Men Abdushukurova Ruxshona Sharaf Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali talabasiman. Bugun biz sizlar bilan o'quvchilarda mustaqillikni shakllantirish, tarbiya jarayoni, samaradorligi omili sifatida mavzusini ko'rib chiqamiz. Bu mavzuni 3 reja asosiga bo'lib olamiz. Mustaqillik tushunchasi va uning tarbiyadagi o'rni. Ikkinchi rejamiz mustaqillikni shakllantirishning samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar. Uchinchi rejamiz mustaqillikni shakllantirish metodlari, strategiyalari va baholash usullari. Mustaqillik shaxsning tashqi yordamga kamroq ehtiyoj bilan o'z qarorlarini qabul qilishi, o'z faoliyatini o'zidan rejalashtirishi, tarbiyalashi va natijalarga javobgarlikni o'z zimmasiga olishi. Pedagogik tamoyillar asosida tarbiya joriy qilingan shaxslar ichki nazorat, o'zini tahlil qilish hamda o'zini boshqarish qobiliyatlarini shakllantirish zarur. Ta'lim-tarbiyaning maqsadi o'quvchilarni nafaqat bilim yetkazuvchilar qatoriga o'tkazish, balki ularni faol subyektga aylantirish, mustaqil fikrlash va o'zini rivojlantirishga yo'naltirish. Samaradorlikka ta'sir etuvchi omillar. Ichki omillar motivatsiya va ichki rag'bat. O'quvchi o'z oldiga maqsad qo'yishi va unga intilishi mustaqillikni rag'batlantiradi. O'z-o'zini boshqarish va nazorat qobiliyati, vazifani rejalashtirish, bo'limlarga bo'lish, vaqtni taqsimlash. Metakognitiv va refleksivlik. O'qiganini tahlil qilib, xatolarini ko'rib chiqish va takomillashtirish. Mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuv. O'quvchilarni yangi g'oyalar, variantlar taklif qilishga rag'batlantirish. Tashqi omillar. O'qituvchining pedagogik mahorati va yondashuvi. Talabalar uchun yo'riqnoma emas, balki maslahatchi rolini o'ynashi muhim. Dars metodlari va strategiyalari. Interfaol metodlar, muammoli o'rgatish, loyiha asosida ta'lim va boshqalar. Ta'lim muhitining qulayligi. Resurslar, texnik vositalar, kutubxona, kompyuter sinflari va internet imkoniyati. Ota-ona tarbiyasi va oilaviy muhit. Yaqin qo'llab-quvvatlovchi muhit. Ishonch, mas'uliyat berish. Maktab madaniyati va institut standartlari. Talaba mustaqillikni qo'llab-quvvatlovchi maktab siyosati, rahbarlik, jamiyat. Interaktiv omillar va shart-sharoitlar. Tanlov imkoniyati berish. O'quvchilarga dars topshiriq o'rgatish, materiali tanlash huquqi berish. Vazifalarning murakkabligi va muvozanati. Juda oson bo'lsa rivojlanmaydi, juda qiyin bo'lsa demotivatsiya bo'ladi. Qo'llab-quvvatlash tizimi, mentorlik, konsultatsiya, fikr-mulohaza berish. Baholash va rag'batlantirish, mustaqil ishlarga baho berish, yaxshi natijalarni e'tirof etish. Masalan, ingliz tilini o'rgatish, kontekstida o'rganish mustaqilligiga ta'sir etuvchi ichki omillar. Motivatsiya, metakognitiv qobiliyatlar va tashqi omillar. O'qituvchining roli, muhit ajratilgan. Metodlar, vositalar va baholash. Pedagogik strategiyalar, muammoli va izlanish asosida darslar, loyiha va tadqiqot ishlari, guruh va hamkorlik ishlari, o'zini baholash va reja tuzish, kichik bosqichli mustaqil vazifalarni bosqichma-bosqich berish. Texnologik vositalar, onlayn platformalar, masofaviy ta'lim vositalari, elektron resurslar va kitoblar. Portfolio usullari, interaktiv dasturlar, video kurslar, modul asosli o'qish. Baholash va monitoring, so'rovnomalar, testlar, mustaqil ishlashga tayyorlik va darajasini o'lchash. Samolyot testlar va baholash matritsalari. Refleksion jurnallar, portfoliolar, kuzatuv va tahlil. Mustaqillik rivojini vaqt bo'yicha kuzatish. Muammolar va cheklovlar.
Ba'zi o'quvchilar motivatsiyaga ega emas, resurs yetishmasligi, infratuzilma cheklovlarini, o'qituvchilarning yangi yondashuvlariga moslasha olmasligi, vaqt cheklovlari, dars dasturligining qattiqligi. Tavsiyalar: o'qituvchilarning, ya'ni o'qituvchilarga malaka oshirish, yangi pedagogik usullar bo'yicha treninglar, maktab va ota-onalar hamkorligi, uyda mustaqil ishlash sharoit yaratish, darslar va vazifalarni moslashtirish, differensial yondashuv, mustaqillikni darajasini baholash va rag'batlantiruvchi tizim tashkil etish. Xulosa: o'quvchilarda mustaqillik zamonaviy ta'lim-tarbiyaning muhim maqsadi bo'lib, bu shaxsni faollashtirish, o'zini boshqarish va ijodiy fikrlash imkonini beradi. Mustaqillikni shakllantirish jarayonining samaradorligi ko'p jihatdan ichki va tashqi omillarga bog'liq. Motivatsiya, metakognitiv qobiliyatlar, o'qituvchining roli, dars strategiyalari va qo'llab-quvvatlovchi muhit kabi omillar muvozanatda bo'lishi zarur. Pedagogik strategiyalar, texnologik vositalar va kuzatuv, baholash usullari bu jarayonni qo'llab-quvvatlaydi.